Leapmotor oilasi, bugun sizlar bilan noodatiy bo'lgan YouTube uchun Leapmotor Tashkent profilida obzor dodasini ko'ramiz. Kiruvishingizda bitta reception o'tiradi va sizlarni kutib olishi mumkin bo'ladi. Xo'p, bu yoqda C11, C10, bu yoqda C16, bu yoqda ham C10 avtomobilimiz turibdi. Bunisi ham C16, bu yoqda 01. Lekin bugun sizlar bilan C01 avtomobilimizni ushbu Tiffany rangini ko'rib chiqamiz. Undan avval narxlar bilan bitta tanishamiz videoni boshidan. Xo'p, bu yoqda ko'rishingiz mumkin. Leapmotor C01imizni Comfort gibrid pozitsiyasi 22800. Xuddi shu Leapmotor C01imizni 216 kilometrlik gibrid premiumi do'p opsiyaligi 25800. Xuddi shuni 100 km ko'p yuradigani bor. Bu full pozitsiyasi hisoblanadi. 316 km yuradi. Unisi 26800. Hozir sizlar bilan shunisi 26800 ligini ko'rib chiqamiz. Elektrlari ham xuddi shunaqa, bir xil narxda. Ular ham 3 xil pozitsiyaga ega. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bu yoqda Leapmotor C10imizni 25800 ligi bor ekan. Gibridimizni Smart Full pozitsiyasi. Elektrdan 2 xil pozitsiyasi bor, ya'ni 530 km yuradi. Comfort do'p opsiyaligi 23800. Xuddi shuni 530 km yuradigani elektr Smart do'p opsiyaligi 25800. Xo'p, bu yoqda Leapmotor C11imizda ham 2 xil pozitsiyasi bor. 25800 ga 27800 gibrid pozitsiyasi. Elektr pozitsiyasi 2 xili 24800 ga 26800. Xo'p, C16imizdan ham xuddi shunaqa 26800 dan 28800 gacha 3 xil pozitsiyasi mavjud. Gibridda eng fulli 28800 gibridimiz C16niki. Elektrimizniki 30800 eng fulli. Okey, mana bu narxlar bo'yicha yana Telegram kanalimizda batafsil tanishingiz mumkin. Hozir sizlar bilan ushbu Leapmotor C01imizni usti Tiffany, salon qismi ham Tiffany. Shuni obzorini bitta ko'rib chiqamiz. Xo'p, dizayn jihatini ko'rishingiz mumkin. Leapmotor C01 full pozitsiyamiz. Juda ham chiroyli avtomobil. 360 kameralari bor, pastda joylashgan bo'ladi. Xo'p, bu yoqda atroflarini ko'ramiz. Orqa tomoni вообще chiroyli buni, как Porsche o'xshaydi, ya'ni yonlari chiqqan. Hozir bagaj qismini ko'rsataman. Undan avval bu yerda ko'rishingiz mumkin, Leapmotor 3 da yozilgan bo'ladi. Juda ham chiroyli naqshlar bilan yozilgan. Xo'p, bagaji elektroprivet bo'ladi. Juda ham katta bagaj qismi. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham katta. Hozir kamerada qanchalik ko'rinyapti. Boya aytib o'tdim, как Porsche o'xshaydi deb. Og'zi kichkinaroq bo'ladi, yon tomoni chiqqan bo'ladi, tepasi kichkinaroq kirgan bo'ladi. Ya'ni oyna tomoni. Ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli ko'rinishga ega. Xo'p, bagaj qismini yopamiz. Bu yoqda diskalarimiz ham juda ham chiroyli. Hankook shinasini bilgan biladi. Juda ham qimmat shinalardan biri, ya'ni sifatli balon hisoblanadi. Bu yoqda diskasini ham almashtirishingiz shart emas. Zavodskoy juda ham chiroyli metalldan qoplangan diskalarimiz bor. Xo'p, ruchkalari tashqariga chiqib turgan bo'ladi. Mashinamiz quplanganda ichiga kirib turadi. Ya'ni avtomatik bu ichiga kirib qoladi. Mashinani ochishimiz bilan bu avtomatik tashqariga chiqadi. Keyin mashinani yurg'izayotganimizda, ya'ni 5 tezlikdan o'tganimizdan keyin bu o'zi avtomatik yana ichiga kirib qoladi. Ko'ryapsizlarmi? Juda ham chiroyli Leapmotor C01 avtomobilimiz. Emblemalari mavjud. Ko'rinishi shunaqa. Xo'p, endi salon qismiga o'tamiz. Bu yoqda birinchi bo'lib ko'zimiz tushadigan narsasi rangi juda ham chiroyli Tiffany rangda. Ko'ryapsizlarmi? Sportivniy. Bu yoqda podsvetkasi bor. Bu yoqda ham podsvetkalari bor. Ko'rayotganinglardek
o'zini akustikalari bor, 12 ta kolonkasi bor. Umumiy hisobda Leapmotor o'zini zavodskoy kolonkalari. Bu yerda yana ko'zingizga tushadigan narsa, bezramichni 2 qavatli qalin oyna bo'ladi. Bu full pozitsiyalarimizni orqa tomoni tayyor kuydirilgan oyna bo'ladi. Ya'ni tonirovka sifat oynamiz bo'ladi. Tayyor qoraytirilgan. Xo'p, salon qismini ko'rishingiz mumkin. Sportivniy sideniyalar joylashtirilgan. Juda ham bogatiy mashinamiz. Xo'p, endi ichiga o'tirib ko'ramiz. Eshikni yopamiz. Eshikni yopishingiz bilan sideniya oldiga suriladi. Ya'ni bu yerda Face ID'miz bor. Bu 7 tagacha odam eslab qoladi. Bu yerda mana profil kirgizib qo'ysanglar bo'ladi. Shu funksiyalarni yoqib qo'ysanglar, barcha komfortlarni sizlarga moslab beradi. Ya'ni mana shu sideniya, bokovoy qismlarini, rulni, abduf abagrev, muzika hamma komfortlarni sizlarga moslab beradi. Ko'ryapsizlarmi? Juda ham chiroyli. O'zini signali bor. Buni ham eshitamiz. Boshqa mashinalarga o'xshab xunuk ovoz emas, buni signali ham juda ham chiroyli. Xo'p, Face ID'ni gapirayotgandim. Birinchi imkoniyati mashinaga o'tirishingiz bilan sizlarni tanib, barcha komfortlarni sizlarga moslab beradi. Ikkinchi imkoniyati, agarda rulni uxlab qoladigan bo'lsanglar, rulimiz o'zi vibratsiya berib sizlarni uyg'otadi. Agar uyg'onmaydigan bo'lsanglar, avarinkani yoqib, o'zi polosadan chekkaga oladi. Xo'p, uchinchi imkoniyati, agarda Face ID sizlarni tanimasa, sizlardan boshqa odam rulga o'tirsa, u odam mashinani haydolmaydi. Xo'p, bu yerda mana bunaqa rejim opta degan funksiyamiz bor. Buni yoqib qo'yadigan bo'lsanglar, parolni ham terib qo'yasizlar. Agarda sizlardan boshqa odam mashinani haydamoqchi bo'lsa, ushbu parolni termasa, sizlardan boshqa odam mashinani haydolmaydi. Xo'p, bu yerda avval salon qismini ko'radigan bo'lsak, беспроводной zaryadkalarimiz mavjud. Agarda mana bu tugmasini bosib qo'ysanglar, bo'ldi. Prosta telefonni qo'yib qo'yib, pastakanlik o'rniga telefonni joylashtirib qo'ysanglar bo'ladi, zaryadka olmaydi. Agarda bu funksiyasini yoqib qo'ysanglar, zaryadka olib ketsa ham bo'ladi. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, yana bitta joylari bor. Bu yerga takoy dollarlarni solib qo'yib, yopib qo'ysanglar juda ham chiroyli turadi. Xo'p, bu yerda energetik suvlarni joylashtirib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yerda barimiz bor. Barimiz ichida USB portlari bor. Xohlasanglar bulardan zaryad qilsanglar bo'ladi. Xohlasanglar fleshga tiqib muzika eshitsa ham bo'ladi. Juda ham chiroyli. Bu yerda qo'shimcha monitorimiz bor. Xohlasanglar bu yerdan kino, multfilmlar ko'rib ketsanglar bo'ladi. Bu yoqqa qo'l cho'zib o'tirmasdan shundoqqina ekranni sursak, bu yerdan ham boshqarsak bo'ladi. Bu tomondagi monitorni ko'ryapsizlarmi? Passajirda ketayotgan odam ham bemalol kino, multfilmlar ko'rib ketsa bo'ladi yoki-da kartani, navigatorlarni yoqib qo'ysa bo'ladi. Salon qismimizni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda panorama tomi mavjud. Juda ham chiroyli salon qismimiz. Xo'p, bu yerda endi funksiyalarni ko'radigan bo'lsak, 4 ta sideniya abagrefi mavjud, 2 ta oldida abdufi bor. Undan tashqari, bu yerda massaj funksiyamiz bor. Yoqib o'chirsak bo'ladi. Massajimizni 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta funksiyasi bor ekan. Mana hozir massajimiz ishlayapti. Massaj faqatgina 2 ta oldi sideniyalarida mavjud. Xohlasanglar yoninglardagi odamni ham massajni yoqib qo'ysanglar bo'ladi. Mana 2 ta massaj ishlayapti. Buni bosadigan bo'lsak, hammasi o'chadi. Xo'p, monitor qismidan nimalar bajarsak bo'ladi? Mashinadagi barcha komfortlarni, barcha funksiyalarni ushbu monitor orqali boshqaramiz. Ya'ni bu yerda oynamizni, mashinani polisi ko'rsanglar bo'ladi. Bosamiz. Ko'rayotganingizdek oynamiz ochiladi. Xohlasak buni yopsak bo'ladi. Mana. Xohlasak bu yerdan hammasini bir vaqtda o'zida ochsak ham bo'ladi. Bu yerdan ventilyatsiya funksiyasi ham bor ekan. Mana buni bossanglar ozginadan ochiq qoldiradi oynasini. Ko'ryapsizlar? Xo'p, bu yerda narigi tomondagi oynamiz, zaryadka. Bu yerda zaryadkalarni, foizlarini ko'rsanglar bo'ladi. 4 xil rejimi bor: Eco, Lexus, Sport, Na Start. O'zingizga kerakli bo'lgan funksiyani qo'yib ishlatsanglar bo'ladi.
Xo'p, zvukini ko'ramiz. Zvukka bosib, bu yoqdan qaranglar. Tepada 4 ta, pastda 4 ta funksiyasi bor. Har xil joydan muzikani chiqadigan qilsak ham bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? O'zingizlarga yoqqan akustikasini joyini qo'yib turib, bemalol eshitsanglar bo'ladi. Displeyimizni xohlasak qora rang qilsak ham bo'lar ekan, xohlasak oq monitorga almashtirsak ham bo'lar ekan. Sistemasida o'sha mashinaga tegishli bo'lgan funksiyalari bor. Qaranglar, men sizlarga hozir Face ID ni ishlatishni o'rgatib ketaman. Profilga bosamiz. Profilga bosgandan keyin bu yerdan buni bosamiz, Добавitni bosamiz. Buni bosib turib, buni bosamiz. Parolni so'raydi. Parolimiz 4.0. Endi mana Face ID ga qarashimiz kerak bo'ladi. Mana Face ID ga qaradim. Bu qabul qildi. Endi bu yerda o'sha isminglarni, profilinglarni kirgizib qo'yasizlar. Hozir shart emas, bo'ldi. Xohlasam mana shu funksiyalarni hammasini yoqib qo'ysam, mashinaga o'tirishim bilan menga mana shu komfortlarni to'g'rilab beradi. Bu yerda 360 kameramiz mavjud. Xohlasanglar buni mashinani tegini ko'rsatadigan qilsanglar ham bo'ladi. Xohlasak 3D ni o'chirib turib, bu yoqdan yon tomonlarni ham ko'rsak bo'lar ekan. Xo'p, konditsioner qismini ko'rishimiz mumkin. Rulda abagrev bor, bokovoylarida abagrev bor. Umuman qishda parlanmaydi. Oldi tomoni ham lobovoyimiz parlanmaydi. Adaptivniy faralarimiz ishlaydi. Oldinglardan kelayotgan mashinani ko'rsa, o'zi faralarni pastga tushirib oladi. Tunnelga kirsanglar, o'zi dalniy funksiyalarni yoqib beradi. Undan tashqari doj datchiklarimiz bor, ko'rayotganinglardek. Yomg'ir yog'ishi bilan o'zi dvorniklarni avtomatik ishlatib beradi. Keyin yana bitta zo'r tomoni, ushbu monitor orqali oldinglarda ketayotgan mashinalarni, odamlarni ko'rsanglar bo'ladi. Как Tesla'da shunaqa-ku. Mana bu yerda ko'rsatib turadi. Hozir skoroskga ursam, oldimdagi odamlarni, mana shu turgan odamlarni, mashinalarni bemalol menga ko'rsatishi mumkin bo'ladi. Bundan tashqari ma'lumot o'rnida aytishim mumkin, barcha Leapmotor avtomobillarimiz zavod tomonidan rusifikatsiya qilingan. Azena pul to'lab rusifikatsiya qilishinglar shart emas. Bu yog'i shunday nastroykasidan o'zgartirib yuborsanglar bo'ladi. Mana kiramiz. Bu yerda inglizcha, ispancha, ruscha, xitoycha 4 xil tili bor. O'zingizlarga kerakli tilni tanlab bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Xo'p, salon qismimizdagi o'zgarishlar shunaqa. Salon qismimizni ko'rdik. Endi bu yoqdan tashqi qismini ham ko'rishingiz mumkin. Barcha avtomobillarimizga 3 yil yoki 120 ming kilometrga garantiyasi bor. Servis xizmatlarimiz mavjud. Tuning qilmoqchimisiz, barcha zapchastlari kerakmi? Xohlagan narsalarni bemalol topsanglar bo'ladi. Umuman muammo joyi yo'q. Ko'rib turganingizdek juda ham chiroyli avtomobilimiz. Keyin sovg'a tariqasida rusifikatsiya, zaryadka polika bo'lyapti. Undan tashqari yana qo'shimcha sovg'a berish maqsadida bu yerda orqa oynamiz uchun tonirovka yozib beramiz, ya'ni bepulga. Xohlasanglar bu orqa tonirovkani o'zi zavodskoy bo'lganligi sababli orqaga yozib bergan tonirovkamizni oldiga urib olsanglar bo'ladi. Lekin ruxsatnomasini o'zingizlar olasizlar. Yana sovg'alarni bir kelsanglar, shu yerda bemalol gaplashib, yana qo'shimcha sovg'alarni qo'shtirsak bo'ladi. Bu yerda mana har xil aksessuar sovg'alarimiz mavjud. O'zingizlarga kerakli bo'lgan sovg'ani aytsanglar, harakat qilamiz sovg'a tariqasida yana qo'shib berishga. Bu yerda zaryadka holderlari, освежителlarimiz mavjud. Pulti mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Oq va qora rangda. Pult orqali mashinani quplash, ochish va bagaj ochish funksiyalari mavjud. Ko'rishingiz mumkin. Har xil aksessuarlarimiz mavjud. Bunisi mana Leapmotor C01imizni oq rangi 525 km yuradigan elektri 25800 ligi. Bunisi narigi biz ko'rganimiz 26800 ligi. Ya'ni 625 km yuradigan full pozitsiyasi hisoblanardi. Ranglari asosan shunaqa oq-qora keladi. Orada mana shunaqa Tiffany shunga o'xshagan ranglar ham kelib turadi. Undan tashqari salon qismimiz asosan mana shunaqa korичневый ko'rinishda keladi. Xohlasanglar shunaqa korичневый, ya'ni bejviy rangda yoki shunaqa Tiffany rangda olishinglar mumkin bo'ladi.
Judayam chiroyli avtomobilimiz Leapmotor C01. Agarda sizlarga shunaqa obzorlarimiz yoqayotgan bo'lsa, kommentariyada o'zingizlarning fikringlarni yozib qoldiringlar. Biz barchaning fikrini o'qishga harakat qilamiz. Layklar bilan qo'llab-quvvatlab tursanglar, bunaqa kontentlarni yana ko'p chiqarishga harakat qilamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizni Leapmotor avtosalonida kutib qolamiz.